Demak, og'iz bo'shlig'ida joylashgan so'lak bezlari. Og'iz bo'shlig'ida joylashgan so'lak bezlarini o'zi biz ikkita turga bo'lib o'rgansak bo'ladi. Ya'ni mayda va yirik, demak, og'iz bo'shlig'ida joylashgan so'lak bezlari. Mayda so'lak bezlariga, demak, bular o'sha lablarda yoki o'sha demak, shilliq qavatining ostida joylashgan bezlarni kiritishimiz mumkin. Shilliq qavatining ostida joylashgan, masalan, bu yerda ko'rishingiz glandula demak bizlarda bo'lyapti malaris, ya'ni katta oziq tishiniki yoki bo'lmasam glandula buccalis, lunjga tegishli glandula labialisni ko'rishimiz mumkin yoki tanglayning ustki tomonida joylashgan glandula palatinalisni yoki tilning oldingi qismida joylashgan glandula lingualis anteriorlarini olishimiz mumkin. Bularning barchasi kichik so'lak bezlar hisoblanadi og'izda joylashgan og'iz bo'shlig'ida va bular doimiy ravishda, demak, shilliq qavat tunika mukoza orqali, demak, og'iz bo'shlig'iga ajralib turadi va og'iz bo'shlig'idagi namlikni saqlaydi. Ovqat yeyotgan vaqtida ovqatni bir-biriga, demak, bog'lanib, luqma hosil bo'lishida ishtirok etadi. Agar og'iz bo'shlig'ida joylashgan, demak, katta bezlar haqida gap ketadigan bo'lsak, bu kichik bezlar edi. Katta bezlar birozgina murakkabroq, demak, sal bir xil shaklda tuzilmagan, sababi og'iz bo'shlig'idagi katta bezlardan fermentlar ham ajraladi, ma'lum bir fermentlar va tashqaridan kirib kelayotgan, masalan, bizlar olishimiz mumkin, oqsil yog' uglevod bo'lsa, uglevodlarni parchalaydigan yoki bo'lmasa o'sha tashqaridan kirib kelayotgan ba'zi bir o'sha mikroorganizmlarni parchalaydigan, demak, so'lak bezi tarkibidagi faol moddalar bor. Masalan, o'sha lizatsin, demak, og'iz bo'shlig'iga kirgan ba'zi bir infeksiyani, demak, oldindan, demak, yo'qotishga yordam beradi. Yoki bo'lmasa og'iz bo'shlig'ida bizlar bilamiz, qora non yeyilgan vaqtida uglevodlarning parchalanishi hisobiga og'izda, demak, shirin ta'mni his qilamiz. Mana shularning hammasi, demak, so'lak bezlarining tarkibidagi fermentlarni, demak, o'sha moddalarni parchalashini hisobiga kelib chiqar ekan. Birinchisi, quloq oldi bezi. Demak, glandula parotonideya deyiladi. Nomiga mos ravishda quloqning, demak, old tarafida, demak, joylashyapti. Bu yerda, demak, yuzak qismi, demak, paris superficialis va paris profundani ko'rishimiz mumkin. Yuzaki va chuqur joylashgan, demak, bezchalarni ko'ramiz va quloq oldi bezidan yo'l hosil bo'ladi. Ductus parotoideya va ductus parotoideya bizlar ko'rishimiz mumkin. Aynan malyar va premalyar tishlarimizni oraliq sohasiga ochiladi. Demak, o'sha yuqorgi jag sohasida tepa tomondan malyar va premalyar tishlarimizni oraliq sohasiga borib boshlaydi. Endi ko'proq birinchi va ikkinchi, demak, bizlarda ikkinchi, demak, premalyar va birinchi malyar tishimizni oraligiga ochiladi ekan. Keyingisi esa bizlarda til osti va pastki jag osti so'lak bezi, demak, glandula sublingualis va glandula submandibularis deb aytiladi. Glandula sublingualis ham, glandula submandibularis ham ikkalasini ham, demak, bizlar ko'rishimiz mumkin. Ductus, demak, bu yerda ductus submandibularis va ductus bizlarda hosil bo'lyapti. Demak, sublingualisga ikkalasi bir-biriga qo'yadi. Til osti va jag osti so'lak bezlarining yo'li bir-biri bilan tutashadi va tilning ostki tomonida karankula, demak, sublingualisni, tilning osti so'rg'ichini hosil qiladi va mana shu tilning osti so'rg'ichi orqali, demak, bu ikkita bezdan ajralgan suyuqlik og'iz bo'shlig'iga quyiladi.